Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha yana birinchi bo'ladigan yana bir avtomobilimiz chiqdi. Hyundai Palisade 2.5 gibrid motor bilan. Restyling Palisade haqiqatda juda chiroyli kuzovlari bilan, salonlari bilan o'zi ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Ko'rib turganlaridek orqa spoilerlar, faralar, dizayn juda chiroyli chiqdi. Azizlar, o'zimga ham juda yoqdi avtomobil. 21 razmer diskalari bilan mana eshik ochkolarimizni e'tibor berasizlar. Shtorkalar, Bose akustika, podstakanniklarimiz. Mana salonga marhamat do'stlar. Kapitanskiy sidina, ya'ni 4 tala sidinadan ham do'stlar e'tibor beramiz. Massaj, abagrev obduv funksiyalarimiz qo'shilgan. Jami 7 kishilik mana hali sidinalarimiz ochilmagan, zadniy shtorkalari bilan. Xo'p, mana patologlarimiz do'stlar, ikkita lyuk, alkantara patolog, passajirlarga отдельный abagrev obduv klimat funksiyalarimiz qo'shilgan. Hatto mana do'stlar ruchkalarigacha e'tibor berilgan. Yosh kattaroq bemalol qiynalmasdan chiqib tushsa bo'ladi. Oldi salonga marhamat. Polniy elektropaket, massaj funksiyalarimiz, ko'rib turganlaridek salon ideal holatda, juda odamni o'ziga tortadigan. Rul dizaynlar juda chiroyli, head-up display, sensorli monitor konsollarimiz, elektronli oynalar. Mana sidinalarımizga e'tibor beringlar do'stlar. To'liq kompyuter klaviaturasi bo'lib yotibdi. Atamankalar, preferatsion juda chiroyli ranglari bilan do'stlar. Mashinamiz 2025 5-oyda ishlab chiqarilgan. To'liq videolarni YouTube kanallarimizga qo'yib boryapmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, inshaalloh chiroyli narxlar chiqarib beramiz. HM Group sog' bo'linglar do'stlar.